Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga web dasturlashning 3 ta asosiy qismi HTML, CSS va JavaScript haqida sodda qilib tushuntirib beraman. Bu 3 ta texnologiya yordamida biz veb-saytlar yaratamiz, bezaymiz va harakatga keltiramiz. Avvalo HTML haqida gaplashamiz. HTML nima? Bu saytning asosiy tuzilmasi. Sarlavha, matn, rasm, bularning hammasi HTML orqali qo'shiladi. Agar inson skelet bo'lsa, HTML ham web sahifaning skeleti. U sahifaning tuzilmasini belgilaydi. CSS nima? Bu saytning dizayni. Agar HTML skelet bo'lsa, CSS uning tashqi ko'rinishi, ranglari, shriftlari va joylashuvi. Ya'ni saytni chiroyli qiladigan narsa bu CSS. JavaScript nima? Bu veb-saytning harakati va aqliy qismi. Agar HTML skeleton bo'lsa, CSS kiyim bo'lsa, JavaScript uni harakati, sohasi va aql idrokidir. U sahifani jonli qiladi. 3 ta texnologiya qanaqa ishlaydi? HTML bu tuzilma, sahifaning skeleti va mazmunini belgilaydi, ya'ni asosiy qismi. CSS dizayn, rang, shrift, oraliq va umumiy ko'rinishini boshqaradi. CSS da elementlarni joylashuvini ham belgilashimiz mumkin. JavaScript harakat, interaktivlikni qo'shadi. Bosish orqali javob olishimiz, animatsiya va dinamik o'zgarishlar uchun javob beradi. Endi siz HTML, CSS va JavaScript nima ekanligini bilasiz. Keyingi qadam amaliyot qilish va o'rganishni davom ettirish. Keyingi videoda men sizlarga HTML va CSS qanaqa ishlashini tushuntirib ko'rsatib beraman. Uning uchun bizga obuna bo'ling.